Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam kang to'rdoshlar ko'rayotganinglar. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi tajdorligidagi 4-qaror Ipak yo'li sadosi programmasi. Biz zoriqib kutgan paytlar yetib keldi. Albatta bizning bu sahnimizda yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining har xil uslubdagi naqshlarni biz uchun sunish oldida turibdi. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizning bu qadimgi programmamizning tajdorligini oldi. Bu shirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylinaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programımız bilen Şinjan El-Nuri Yezigilik Fen Texnika Teraqqiyot Çeklik Şirketi stratejilik hamkorlashgan. Sizlarga köptün köp rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol guruhi Tartuq yurishlik kolalari programmamizni alayda qo'lladi. Köp minnatdormiz. Qadrli do'stlar, badam lavi aptitali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan badam lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida mi ko'ra olasiz? Yaş o'smirlar bizning kelgusimiz. Ular ko'ngil bilish bo'lsa bizning burchimiz. Hammamiz birlikda yaş o'smirlarning fan maarif bilimlarini o'rganishiga yetakchilik qilib, Masayka jamoat paravonlik maxsus fondiga ergishaydi. Bunun başka nakşıları mı var? Bu hemmimiz manda jugurashning emasdi yo'q. Mushu asarga, mushu fungaga shuncha tushganmi ovozingiz uchun? Mushu ba'zida mushu vicdanim g'ujjida qilib kelsa aka men o'ltiramay qoldim-ku. Shunday qarasa, 4 yil qarab turgan zing qildimi? Sekin uslubidagi naqshlarning ichida ovozni bek yaqin keltirgan, intan yaqin o'xshatgan naqshga men shunga qoyil bo'ldim. Eng oxirgi qaroring Mening eng oxirgi qarorim Mevlam oğlum. Urgimi binan jora be ferbe binasi. Bamboleo, bamboleo. Urgimi binan jora be ferbe binasi. Mübarek bolsun. Mahirimiz Örkeş Cüme Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandı. Naq meydan etish, naq meydan çalğılaştırış u naqshchining arzusi bo'lib qolmay, naqshini tushunadigan angluvchilarning kutgan umidi. Buning uchun ko'rsatgan tirishchiliginiz va yaratgan natijalaringizga afirin. Senden azır düştüm. Sen de azırak temtileş buldu. Lekin en yaxshi bir ifodam bilan, en yaxshi bir sayyorim bilan o'rindidim deb o'ylayman. Yaxshi bo'lgan yeri, xo'sh bo'lgan yerim to'til ustoz hamsi o'rilibdi. Buningdan men Mevlan Memtim ustozimizni tanladim. Buningdan keyin yana shu yaxshi Mevlan kamla hamkorlashib, o'zimning alaydiligini Mevlan kamniki yaxshi saviyalar bilan birlashtirib, yaxshi asarlarni, yaxshi numurlarni do'stlarga sung'um bor. Örkeşning bu qizg'in hissiyat to'lgan bu naqshi mana bu Ipak yo'li sadosi 4-qarorning sahnesini bugun hayajonga to'ldirib etdi. Butun maydonni qiqas chiqarib etdi. Mana bu shu naq maydonda o'rindalgan muzikaning sehri kuchi deb o'ylayman men o'zim. Ondan bu yana kelib shu Örkeşning uzun yillardan buyon ko'rsatgan tirishchanliklarining, tatgan jafalarining, izlanishlarining natijasi deb o'ylayman. Örkeşning shu nayt xoslikqa to'lgan chiroyli ovozining shu Ipak yo'li sadosi 4-qaror bo'lsin, uningda kim bo'lsin, davomli shu ko'rarman do'stlarimizni davomli hayajonga selishini chin dilimdan umid qilaman. Shundaqla men o'zimmi cho'qim bir kuchimni chiqarmay buning uchun. Chunki Örkeş men biz bir yo'ldagi odamlar. Adaş qo'ltiran bir xil o'tirdi. Qo'langa ozuqliq to'liqilsang bo'g'dekchimi? Adaş aldığım gün tek Sedef'nin Warstar markasidagi aptapdan saqlanish prokumsini setib olgandim. Uning tek terib ozuqliq to'liqlashma roli bor ekan. Shuni ishiltib baqsam bo'ldi. Amisi men boshlab ketamdim, Abdulla aka. Qani? Ha? Kim tanlayla? Qaysi kimga kela ha shu? Men Oldirmay bir e'lon qila. naqsha Ketdisen dağday Gülseydikan ağlamam da
Men ismim Qaysar Davud, o'zim Aqsaat Naysdan keldim. Hozir aktyorlik kasbida o'qiyapman. Naqsh kasbida men o'qituvchilarimdan dars olayotgani 7 yildan eshibdi. Mushu oraliqda nurg'ulg'an odamlar naqsh aytolmaydi ekan, savozing tushmaydi ekan degan shtaq inkaslar bo'ldi, lekin o'qituvchilarim har tarafdan qo'llab, ota-onamni qo'llayotganki o'zimni tirishib, naq mushu vaqtda shundan shu İpek Yolu Sadasining 4-qaror boshlabdi. O'zimni bir sinab beqish maqsadida qatnashdim. Qatnashib tanlanibdim. Tanlanganligim uchun o'zimni bek xush bo'ldim, aydiklarimni xush bo'ldi. Naqsh kasbida taxim ilgirlab, taxim yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tirishman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, öy-mülük, import mallar so'tisi qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi Mayirlarga omad tilaydi. Ketdisen dadey, men kiyetmen yaraya. Ketme dese mu ketme. Arada vay şikki kunup yaraya. Yarim kışı gayetme. Kayda kılay yare, kayda ite yaraya. Otunuz yaman gülseydi xan. Metni yazda dey, kuy baktı yarıya. Zevedi xan, uy baktı. Yalı Rızvan küptü dese yarıya. Vay keçiler biz baktı. Kayda kılay yare, kayda ite yaraya. Otunuz yaman gülseydi xan. Kayda kılay yare, kayda ite yaraya.
yaman gülseydi ham o'timiz yaman gülseydi ham. O'zingizni tunishtiring, ha? Yaxshimisizlar ustozlar, men o'zim Aqsuovat Naystin bo'lma. Aktyorlik kasbida o'qiyman. Bu yil 21 yoshga kirdim. Shunda o'g'anda ismingiz? Ismim Qaysar Davud. Ha, Qaysar Davudga. Qaysar Davud. Ismini demaydi bo'ladi. Kesib tashkasi. Taqib bitmidi. Yo'q. Ha, qanchinchi yilda hozir? Hozir 3-yillik. Xo'p, Oygul muallimdan boshlaylik, ha? Aldı bilan sizga rahmat aytay. Bizga shundoq bir bizning xalq naqshlarimizni shundoq taraqqi o'g'li bo'ldi. Men hozir shunchalik so'yinib ketdim Abdulla aka. Bizning shundoq yoshlarimizda to'xtamasdan izlanish, to'xtamasdan o'rganish, o'zini mukammallashtirish shundoq ro'yining kuchli bo'lganda men shunchalik so'yindim. Bizning shundoq bir xalq naqshlarimizni voyaga yetkazib, musiqalarning akkordlashtirishi bo'lsin, uningki bas qismlari bo'lsin, shunchalik yaxshi o'rinlashtirib, ham sizning o'rinlash yetişcəddimi? Avazlarınızdaki aşı ügür, aşı ücür-bücürlük şunçilik yaxşı qaydırışlarınız, puraqlarınız şunçak yaxşı. Nəfəslərini kontrol qilishiniz şunday yaxşı. Qalğan geplərni əgər mənim qulamı görsəniz, ügütüb olaman. Şunday yaxşı. Işqım mən bək xoş buldum. Hayacanlandım, təsirləndim. Rəhmət sizə Əfqam. Yaxşı bahalarını bədiyə. Adam aşınandan bək huzurlandı, bək hayacanlandı. Özünü unutup durup etti aka. Sahnede özünü bütün koyup etti. Muşundaq alet kembekmi bir ruhiyet bilen, bizim ruhiyemiz bilen muşundaq şimdiki muşundaq birleşimi asan emas ku. Şunda mı? Özünüz başta his qıldınız mı? Rahat mı? Birinci kuplitni aytganda haqiqatan jiddiyleşken. Men tunji qatim muştaq cho'ng bir sahnaga chiqishim. Shu birinchi kuplitni aytib bo'lib, uning keyindan o'zimni qo'yib aytib bo'ldi deb. Şu aldırmay örüldüm bu naqşıga. Birinci kuplitni anlap, andın ikinci kuplitni anlap, üçüncü kuplit yokken. Aslim yoktu. Andın avlıqı siz aşı yaxşı oluptu. En akırıq evcini birinci kuplitkin bir qoşup etkeniniz şu. Biz mımdaq yuqarısı qandaraq çıqıdı. Bu avazdan degenini bilələydik emiz. Nimi demekçi degende men bu inim bilen ahırğı menip baksam buldu eken. Bilmansaq buldu eken dep örüldüm emdi. İşte oylashib qaldım. Qağını birisi mektepteki ustazınız. Birisi emdi bundan keyin aytqan naqshida mening naqshamni aytib kepsiz. Ko'ngilda gaplarni bir anglaylik. Men o'sha kichigimdan tatib sizning naqshingizni anglagan. Sizning uslubingizni eng yoqtirmaychi masalan. To'xta. Sen ba'zi narsalarga sal aldırmayaraq javob bersan bo'ldi. Sizniki mi anglagan? Meni maqtab andin ma'lum maqtaydigan ish olsun mayli. Alqa boshda maqtan chataq jo'alqa. Bu ma'lum bak yaxshi. Lekin unda bir gap bor. Lekin deydigan. Shu gapni men sal o'ylashim. Seni vaqting bor yana bir necha minut. Mavlon Mamnun ustozning naqshisini bo'lsin yoki müzik uslubi, müzik aşı özünün oy fikrini mesela milliy naqshlarni bir yangi uslubda aytib baqaychi degan asosda bek o'zgartirmagan asosda ish qilib menga bek ta'sir qildi-chi. Shunga men o'zim xalq naqshini bek yaxshi ko'rman. Fujonda 3 yil muqamda o'qiganman. Shunga boshqa ustozlarning naqshini anglab cho'ng bo'lgan shu Lekin men mektepte ko'rib baxmagan. Ko'rib baxmagan. Şilarning arıq jiroq bo'lgan ekan. Mektepmi bek cho'ngchu. Abdulla ustozlarmi oldin qata avatga borganda bir qata rasm tushib olganim bor, endi ayrim. Uningdan boshqa chiqqanda. Uningdan boshqa gunoyim yo'q. Endi Abdulla ustozni yaxshi ko'rdim. Öğrüldüğün yiyesi yok ki. Mening o'rindig'imni mıxlab qo'yib turmasmi? Mening ko'z oldimga hozir nima kelyapti desiniz ukam, bizning mesela hozir butun dunyoda bir
bo'p mengayotgan Yingyoju deymiz, muzikalik opera. Shu ko'z oldimga kelyapti. Siz xuddi kelgusi agar terishibla mangsangiz, musha altingizdan terishib oldi qarabla mangalasangiz, siz xuddi bir shu eng cho'ng bir ashtaq muzikalik operalarni o'ynay oladigandak, bosh rol ala oladigandak. Sizningki taqib turqingizmi shuncha yaxshika, sahnadagi ifodalashingizmi shunday yaxshichu. O'zingizni tutulishingizmi, psixik jihatdagi tanishishingizmi? Mushu nimadan desam, mushu muqam kasbida, ovoz kasbida o'qib, uning kendidan aktyorlik kasbini tanlaganning foydasi bor. Nima desa bu texmi cho'ngroq, ammo aktyorlik kasbida doirasi kengroq o'tgan narsalarchu. Bu asar tahlili deymiz, obraz tahlili deymiz. Mushu narsalarning har bir naqshining mazmuniga, hissiyotiga, uning demakchi bo'lgan ideyasiga, cho'kishiga, tushunishiga cho'ng ta'siri, foydali ta'siri bor. Bu shuning uchun balkim universal bo'lganlik uchun yaxshi bir lazerlab naqshidami tarbiyalanasiz, usuldami tarbiyalanasiz, hamma jihatdan universal tarbiyalanasiz-ku. Buning sizning kelgusingizga pek cho'ng foydasi bor. Tanlig'ingiz pek to'g'ri bo'pti. Muqam kasbimizmi shunchaki yaxshi, jiq asarlarni aytasiz, jiq muqomlarni o'rganasiz. Men o'zingizning tanlashini men hurmat qilaman. Yaxshi fikr. Biz ham nima qilamiz? Endi mayalik gapimiz deysiz. Qilishimiz muqam kasb bilan aktyorlikdagi tanlashingni qarshi oldik, hurmat qildik, yaxshi bo'pti dedik. Mayadagi tanlashini bir anglaylikki deyman. Tanlab bo'ldimi ya? Yo'q, tanlamadi. Shu mushundoq. Sen hozir endi kimni tanlaysiz degandiki andin deysiz u gapni. Hozir kimni tanlaysiz? Meni tanlashim bo'lsa, Yaxshimisizlar ko'pchilik? Men Abdulla Abdurahim. Yuqum ahvolidan shuni bayqadikki, odam badani uchun eng muhim bo'lgani yanada immun kuchi. Amaliyotda immun kuchining yuqori bo'lishi salomatligimiz uchun eng yaxshi dori hisoblanadi. Andaqda teri odam badanining birinchi mudofaa sepi bo'lish sifati bilan uning immuniteti qanday ko'tariladi? Amaliyotda aktiv bakteriya o'z rolini joriy qildiryapti. Ilmiy tadqiqotlardan bayqalishicha, teridagi foydali aktiv bakteriya terini kuchlantiradi. Terini tozalaydi, yalliqqa qarshi turadi, namlik saqlaydi. Qani endi biz aktiv bakteriyaga to'yingan teri bilan aktiv bakteriya kamchil bo'lgan terini selishtirib taqaylik. Ko'rilishga bo'ladiki, aktiv bakteriya terini texmi yosh va sog'lom qiladi. Shunga terining kasalga qarshi turish kuchini oshirish uchun teridagi aktiv bakteriyalarni to'liq saqlash lozim. Sadaf World Star. Sadaf. Yoshlik faslingizning yorishig'i. Muhabbatlik turmushingizning guvochisi. Ehson to'yliq kostyum burunqilari. Al-Nuri Yeşil Organik Bunları Devlet Dereceli Ekologik Rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom eşyadan xali, ozuqluq ko'yishdan xali Al-Nuri Yeşil Organik Bunları sog'lomligingiz uchundir. Al-Nuri İnsan üçün eng bexatar muhabbatlik güzel makan uydur. Muhabbatlik uylar. Dükkan, talla bazar, soda noktaları dal Şinjan'daki çoğun iqtisadi gavda Aylin Az guruhining Aylin ordisi öymülük taraqqiyat çeklik şirketidan keladi. Aylin Az guruhi Aylin ordisi öymülük taraqqiyat çeklik şirketi. Bugun kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Nima? Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetitqusi bo'lsa, kimning tamoqqa o'xshamasa, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetitqusi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetitqullari. Öyümge berip, sandıklı ekip, moçanni koyup, koçanni elip, bazaga berip, tartıqni elip, saqlaqan mısın dep, tizlikte qaytip, ağızlı ekip, qeni işin mihmalla desem, kola bulam şunda bula, dep kolap, hece uçkendey. Kola bulam şunda bula, tartık kola.
Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi kompyuterda kiyim laylash, oliy darajali kiyim-kechaklarni kesish, tikish tajribasidan mo'lliqiga asosan mush kasbga qiziqadiganlarni yuqori texnika bilan tarbiyalaydi. Ozoda muhiti uskunlarning yangiligi, dars metodining va kasbiy saviyasining yuqoriligi bilan yil bo'yi o'quvchi qabul qilinadi. Hammamizga tanishib bo'lgan Oblatmichi Talba sizning kasbiy aloyidligingizga asosan dars o'rinlashtirib, tez o'rganishingizga asos soladi. O'rni Urumchi shahar Janubiy Ozodlik yo'li Buloqbesh ko'chasi, Sanshxonza Sibiy Sud sarayi 6-qavat. Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi. İpek Yol Sadası programımızdaki o'quvchilarning to'rdagi bevosita ortishini ko'rmoqchi bo'lsangiz, telefoningizga badam uchirib oling. Bayarliq mayirlar sizni badamni saqlaydi. Muborak bo'lsin. Mahirimiz Qaysar Davud Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandi. Xalq naqshlari u mangu o'lmas naqshlardir. Uni ügünüp bugungi akalguchilar va davomli keyingilarga yetkazish uchun tirishayotganlar biz hurmatlashga tegishli kishilardir. Ovoz sharoitingizning yaxshiligi bizni qoyil qildi. Texmi ro'naq tepang. Beshida bek jiddiyleşken sahnaga chiqishdim burun. Lekin keyindan barbara jiddiylash yo'qolib ketdi. Qaysar inimizning aytgan bu Gulsaydaxon degan naqshi, bir xalq naqshi asli. Ani keyindan mau ekranda tunjub hamda men aytgan. Hamda men burun shu Jungo xalqning yillarni ko'rgan vaqtimda ba'zi mahirlar shu past o'ltagan yetakchi ustozlarning naqshini tanlab aytsa, ba'zi shu naqshini dastlab aytquchi bo'lgan ustozlarning o'rilmaganini ko'rib, nayt afsuslangan ham hayron qolgan. Men bugun mana tunji qatim o'zim beshimdan kechirdim. Haqiqatan shunday bo'ldi ekan. Hamda boshqa naqshlarni aytgan vaqtda ba'zimda o'tib ketgan bilan o'zing aytgan naqshiga Raurus ba'zi inchik puroqlarga xillam diqqat qilgan ekan bu. Men shunday bir inchik tasqashlar orqali bu Qaysarning aytqiniga men o'rilishni qaror qildim. Shunday o'rindiq aylantirdim. Qolgan yo'lni Qaysar bilan hamda oldimizda birga minishga mening ishonchim bor. Hada, adı dostumdan tuydu, yengim seti olmaqşdım, mədə peyziki məsəti qayalaba. Qaranfıqam, Ayılnaz Guruhi, Ayılnaz Nurka və kiyim-keçək şəhərtisiga beraman, siz degan o'ylagan kiyimlar naqshi edi ba. Bilib baradi. Bo'ldi, juda xayr. Amiz ustozlar. R&B uslub of us degan birini anglaylik. Mening ismim Sayda Qiyum, yurtim Urumchi, hozir Qashqarda turyapman. Naqsh etishni 2 yil burun boshlagandim. Burunda o'zim naqsh etib, mushtag'inishib, anglab qilatdim. Qiziqatdim, lekin bu tarafdan tarbiyalanib boqmagandim. Shunga bir xil amda naqsh etish petnamaydim, lekin bir qatim cho'ng opam, cho'ng dadam 260 yillik to'y xotirda muzikalik tomoq yegach, hamda bular bir naqsh taqdim qilay deb, bu yerga muzikat bolalarga chap beringlar desam ma'qul dedi. Ular o vaqtdan chiqib ishamagan uchun men naqsh etmay desam. Keyindan aytib bo'lsam cho'ng dadam hayron qoldi u yerda. Voy, bu siz aytdingizmi deb. Keyindan o muzikat bolalarga naqshingiz bek yaxshi, biz bir ishlab qolsak, müştiyatni taraqqiy qilib boqsangiz degan taklif fikrni berdi. Hisobda bularni e'tirof qilishga erishdim-da men bu yerda. Shuning bilan shuna xo'sh bo'ldim. Anondan keyin shu jihatda bir qiziqishim uchun tirishib keldim. Amdi mushqitimlik programma tizimlatdim. Tizimlatgan keyin bu talanaz degan xabarni olib men shuna xo'shib ketdim. Lekin uydagilarga deyishib ketmadim. Chunki ularning oxir chiqmaydigan ish deb o'ylab qolgan bo'lgan ekan. Men bu jihat kasbiy bo'lmagan ekan. Gerçi bu qatim kasbiy maylar shuna jihosmi, men bo'lgan besimlar cho'ng'osmi, lekin men bu jihat cho'qim tirishib hamda bir natijalarni qo'lga keltirish uchun keldim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizga har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti mayirlarga omad tilaydi.
see the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if I try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building a castle where you're high. Just the two of us. You and I. We look for love, no temperatures. Twist the waters all there is. It'll make me flowers grow. Yeah. Good things might come, the souls awake. No, for souls awake to lead. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if I try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building a castle where you're high. Just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and becomes a morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if I try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building a castle where you're high. Just the two of us. You and I. We look for love, no temperatures. Twist the waters of the east. It'll make me flowers grow. Good things might come, the souls awake. No, for souls awake to lead. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if I try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building a castle where you're high. Just the two of us. You and I. Oh, just the two of us. We can make it if I try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building a castle where you're high. Just the two of us. You and I. Qani o'zingizni tanishtirib qo'yamsiz? Mening ismim Saida, yurtim Urumchi, hozir Qashqarda turyapman cho'nglar bilan. Ha. Siz Qashqarda nima ish qilib turibsiz? Opam dadam yonimda emas, cho'nglar bilan turman. Buvim momamlar bilan. O'zingiz o'qiyapmisiz hozir? Bu yil o'qish bitdim. Endi Qashqarda xizmatga o'rlashmoqchi. Ha. Qaysi maktab? Bingtuan Minzuşifan. Ha, yaxshi. Ondan men muzika boshlanganda men muzikadan shunday hayajonga tushgan. Ondan siz naqshini aytishni naqshi kirgandan keyin men bir xil to'qat urildim mendan-chi. Rahmat molim. Men burunma degan men bu yerda faqat ashundaq sizdek bolalarni men kutaman. Men bu sanda. Men pek yaxshi ko'rmayman bu uslublarni. Menmi shu. Men shunday hayajon bilan anglab, tiqi o'rilgan ba bo'lsa-mu birdan saqlab turib, birdam anglab olay deb. Biza anglab olay deb ondan o'rildim. Isil bo'lyapsan. Ha, sal o'zimni tutib olib
mening qulimga tushguningizga hamda rahmat. O'rganingizga rahmat ma'lum. Boshqa ustozlarning o'rilmaganinglarga rahmat. Mening qulimga tushdingiz, ko'nglingizni ko'rsizligi. Yo'q, mayli. Bir xil iliq o'zimning ko'ngil tayyorligimda aytolmay qoldim-ku. Shunda yaxshi uning ustiga mundaq hozir R&B sizning aytgan hissiyotingiz shundaq jazzning nimasi bor ekan bu naqshida. Asli jaz naqsha men R&B qilib o'zim. Shundaqmi? Bu bizda intayin kamchil, haqiqiy mundaq voyaga yetkazilgan jaz aytish, unda bunday narsa bizda bek kamchil. Biz billa o'rtaq uyg'unimiz, biz yaxshi musiqalarni qilamiz. Singlim. İsmingizni Saida. Saida Qayyum. Saida Qayyummi? Shu sizningki aylanganingizda ko'may bu. Qizg'alcha, shuncha ko'ngil yerim bo'lib ketdi. Ko'zni qo'yay deb chavoq urib ketsammi? Men xili burilib o'rildim deyman. Ko'zni yumib turib aytganman. Rahmat. Qaragan pasi ko'ramagan o'xshaysizlar. Jaz uslubidagi naqshni R&B ga yo'tkapsiz. Sal R&B'roq jaz bo'lib dedi. Ovozim tushdi. Shunda qilib Mo'minjon bu nima demoqchi bu naqshida? Naqshni kuch ko'rmadingizmi shu Mavlon akangizning aylanganligini? Yo'q, ko'rdim. Abdulla Ma'lum chavoq-chavon chaqdi ko'rdim. Just the two of us. Faqatli ikkimiz demoqchi. Shundaqmi? Shuni jiq debdi-da u gapni bak jo'rab ketdi uchun nima deganini uqolmay. Faqatli ikkimiz dunyoda faqat ikkimizli bor degan gap qo'yamdi. Nayt güzel bir Xuanjing, Qingjinglarni tasavvur qilib turib, mushi chiroyli yerlar faqat ikkimizli bor deganda. Butun dunyoda seni ular malla degandek. Eng güzel yerlarda ikkimizli bo'lsak degandek. Shu sizning unda bo'lsa Mavlonni tabriklamdik ya bu Saidani tabriklamdik. Men tabriklamadim. Ikkimizni tabriklamadik. Saidani tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Mayirimiz Saida Qayyum Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandi. O'zingizga xos naqsh aytish uslubi bilan sahnimizga yurak sadoringizni elib kelib, ustozlarning yoqtirishiga erishdingiz. Sizga yana davomli omad tilaymiz. Bundan keyin shu Mavlakash hamda asosiy mening uslubim deb o'ylagan bo'lgandan keyin mush uslubimni chang turib, shu ma'lumotning gapini anglab, gruppasiga shan sharaf keltirishga tirishma. Ularning e'tirof qilishiga erishmak oson bo'lmaganki. Men Saida Salamzning bu naqshisidan nayt huzur oldim. Men nayt yuqori kayfiyatda, nayt hayajon bilan aldım. Hem hayajon bilan o'rindiq aylandim. Ondan men mushundaq naqshlardan ham mushundaq naqshlarni o'rganadigan, aytadigan yoshlarımızdan pek zo'qlanaman. Meningcha yoshlarimiz bu umumlashib qolgan bir konu uslublarni mingayvermay, meningcha mushundaq cool naqshlarni o'rganish kerak. Shunda yangi uslublarni sinab dadillik bilan oldiga minish kerak. Shunda bo'lganda anin keyin bizning shu san'atimizmi meningcha texmi yaxshi taraqqiy qila oladi deb o'ylayman. Madina sizdan bir savol so'ray. Har qanday seni qo'rg'an vaqtimizda cho'qim saldigan bir qiyam bor. U qaysi qiyam? Pemdur qiyam shudu, Saylan o'xshatadigan, bo'libmi Qayduning Pemdur qiyam bek o'xshatadi. Bizning bu qadimgi mayirlarimizga albatta program gruppasidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'lib bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mayirni Shinjon Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Onun başqa ikinci bo'lgan mayirni Shinjon Aylınaz Guroyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mayirimizni Shinjon Al-Nuri Yeziglik fan texnika taraqqiyot sherikati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü bo'lgan mayirimizni bo'lsa Shinjon Qaydo yemaklik cheklik mas'uliyat sherikati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mayirlarimizga shirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Bugun kech uyga qaytib pechin pranik salay degandim. Yo'lda manqash 10 yil olay. Isming sap qo'y adash. Ma'qul adash, Al-Nurining bug'doy yo'llaridan olay, bek tabiiy un pechenik mas keladi. Emisa biz buda yoshlik
Benim ismim İlham Alim, Dörücün Nayis'ten geldim. Ben nakşi müzik bilen şoğullanıp uzun yıllar oldu. Ben kichikimde esimde bilsem, çoğun apamның uyida bir ünalgı, loyunji bakan tuqta. Aşı loyunjida çoğun apam daim bizning şu çağdaki moda bulayotgan usta sanatkarlarımızın nakşilerini koyup koyduğan. Ben şularga ergişip, birle eğitip, doğraş arqılıq şu nakşi müzikaya qiziq bolgan. Keyin maktab kirdik, maktabning faoliyatlarida nakş etgan boldik. Bara çoğun işimizga ergişip, restoranlarda, klublarda nakş etdik. Keyin özümüzdeki ijodiy naqshlarimizni taratqularda, salonlarda taqatgan boldik. Izchil tirish arqali bu qitim 3000 o'quvchining ichidan 100 kishilik mayirga tanlanib, Ipak yo'li gruppasining telefonini elib qo'sh boldim. Men bu sahnada o'zimning eng yaxshi oltin bilan chiqishga tirishaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Qiymilik qo'shilmadan xali bulg'angan, havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqdagi kuyishdan xali, al nuri 5 dan xali, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. Yaşlıq mevsumi Kadrini bilmesen gamlar yemesen Yandurgin dilinge bilim şamini Hayatın yolunda izıkmay desen Belki bilimge erişmek müşkül Jinniden kuduklar kazmak misali Keçiden kürüngen mutlayıra Belki niyetmeknin barıdır amali Felekte kanatsız çalmaydı kuş Topraktan kürünmey üselmez ki ya İnsanğa bilim nur bilen kanattır El koynu toprak hem keng asman Yaşlıq mevsumi Kadrini bilmesen gamlar yemesen Yandurgin dilinge bilim şamini Hayatın yolunda izıkmay desen Belki bilimge erişmek müşkül Yeniden kazmak misali Keçiden kürüngen mutlayıra Belki niyetmeknin bardır amali Felekten kanatsız çalmaydı kuş Topraktan kürünmey üselmez ki ya İnsanğa nur bilen kanattır El koynu toprak emken asman
Aşıkni tegisen elim bilingen Yaşarsan bir ömür mənilik ya ben Salam, ekran oldiki barliq azizlar. 5 ustoz hammangizlarga o'tliq salomlar bo'lsin. Ismim Ilhom Olim, Dörbijin noyasidan keldim. Dörbijin. Hey İlhamcan, afsus ha. Endi iliqqa bizning bir chaqchaq gapimiz bor. Endi mendan o'tib ketgan yerlarim bor. O'zlaridan o'tib ketgan yerlarim bor degandek. Balkim İlhamcan o'zimi his qildi. Odatdagi mashq qilgan vaqtidan yoki boshqa so'rinlarda aytgan vaqtidagidan bugun qanday bo'lganligi. Ustozlarninki balkim yana ta'sirlanish nuqtasiga teganmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Shunday İlhamjon? Shundoq bugun ovoz turoq bo'lmay qoldi. Eng cho'ng xatolik shu hamda. Cho'ng ish yo'q, biroq birinchisida birinchi ko'pletida yuz berdi bu ig'irroq. Shuning endi umid bir cho'ng gunoh emas hamda, ya'ni tuzib olsak bo'lgan narsa. Yana birisi İlhamjon. Bu musobaqalarda bo'lib qolsak, bu chiroyli naqsha Abdug'ani Xonning ijodiy ohanglaridan. Bu bir bo'laklik ohang demdi qo'ygan buni. Yana shu degandek-ku. Endi musobaqaning talabida bir az buningki ovoz doiralarini uqish uchun sal murakkab qurilmasi bor, ohanglarni qiyinlik nuqtasi bor, ohanglarni tanlashinglarni umid qilamiz. Amaliyotda İlhamning ovozini men biladigan ovoz. Bu xili tajribalik naqshchi. Ovozni angladingmi gap qilgan vaqtida? O'zi ovozning tövini bor buni asli. Bu Abdug'anining ovozi yuqori. Shu ohangni aytgandan keyin bu ovozni ko'tarib aytadi-da. İlham, afsus, lekin biz yana yaxshi sahnalarda ko'rishimiz bugun shu munosabatda ko'ngildagi so'zlar bo'lsa anglasak. Oldi bilan mush sahnaga kelish uchun meni qo'llagan yaqinimdagi yaqinlarimga mushada ekran oldida bir rahmatim bildirib olsam. Shu boshqa gap yo'q. Bo'ldi, biz yana boshqa sahnalarda, boshqa uchrashlarda yana o'zimizning o'zaro tajribalarimizni almashtirib, yana olg'a qarab ma'miz ilhom amsa. Bo'ldi, rahmat. Menga bek ta'sir qilib ketdi-ku bu tekst. Falsafalik shunda chuqur, bilimni shuncha cho'ng ko'rgan, shu yoshlik bilan bilimning qanchalik muhimligini ifodalagan bek yaxshi yozilgan tekst ekan-ku. Haqiqatan biz bilim ilish orqali, uyg'unish orqali, terishish orqali o'zimizning taqdirini o'zgartira olamiz. Men ishni siz keyingi sonda cho'qim bir kelib, yana bir terishing, yana bir g'ayrat qiling, keyingi sonda cho'qim boshqacha bir ilhom bo'lib qaytib kelsiz. Bo'ldi, rahmat sizga. Sen degen hamon hülnime Nayta afsus, mahirimiz İlham Olimjon bugun tanlana olmay qoldi. Sahnada uturush u bir natija. Ammo hayotimizga nisbatan u faqat bir jarayondir. Sahnaga chiqishning oldida jiddiylashmagandim. Sahnaga chiqib, chiroq nuri yongandilar. Jiddiylashish bo'lib ketdi. Naqshini boshlab ovozim muqim bo'lmay qoldi. Buni o'zim shu yerda his qilib, kallaga boshqa xiyolga kelib ketib, birinchi bo'lakda toza ifodalanmagan naqshamni. Keyin biroz o'ngshalagandak bo'ldi, lekin yana odatda aytayotgan vaqtimdagidek aytolmadim. Bundan sababli o'zimda ketdi. Ustozlarning bu fikri shu bo'ldi. Men endi bundan keyin fursat mo'jiq cho'qim tirishiman. Adaş, ben tartıqның kolasını iç baka bekpeyizin. Bo'ldi adaş, men tatlıqlarni toza içemeymedigine. Adaş, bu tartıqның qansiz kolası. İçer başqacha uzur. Bir içip bakayım ne olsa. Bo'ldi ekan. Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida sarkardilik rol oynayotgan Şinjan Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat şirkati mahirlarimizga omad tilaydi.
ayağını göründü tüntas. Sen ne de mağrursen, ezildi bağrım. Gözümü boş yumup baktım kıyas. Direkle karaydı bana bek gemki. Boyun bek bir işenç parlaydı yarkın. Kalbimde sen aman kalısen cinim. Yanına men kebi süyelmez hiç kim. Hey! Mum baskan küzlerimni esleyeleymen. Sen çokum yirakka baktın lavulda. Mana yana bir gün öttimin teste. Yıldızlarga koşuldum yolunga qarab. Mum baskan küzlerimni esleyeleymen. Sen çokum yirakka baktın lavulda. Mana yana bir gün öttimin teste. Yıldızlarga koşuldum yolunga qarab. Kimlerni yad ettim, kimlerni küttüm. Mehrimde barlığın bulmakta ayan. Aldıraş yolunu kesip ötkensen belki. Ahırını oylaştın kılmen guman. Direkle karaydı bana bek gemki. Boyun bek bir işenç parlaydı yarkın. Kalbimde sen aman kalısen cinim. Yanına men kebi süyelmez hiç kim. Mum baskan küzlerimni esleyeleymen. Sen çokum yirakka baktın lavulda. Mana yana bir gün öttimin teste. Yıldızlarga koşuldum yolunga qarab. Mum baskan küzlerimni esleyeleymen. Sen çokum yirakka baktın lavulda. Mana yana bir gün öttimin teste. Yıldızlarga koşuldum yolunga qarab. Rahmet. Ey, rahmet. Tas kaldın ya vallahi oylanmağın. Dişitli aylandı. Ben yaman avazı tatlı kızdın birine bir Tep kaldık dep oyağa. talışıdığan buldum dep. Ya bu sanımdan şagirtim iki dep oyladım belkim. İnsası okşaydı. Her xil xiyallar bo'lib ketdi. İnsançılıktan. Rana Roze sizge salam. Hoş gelipsiz. Rahmat.
Aldı bilen şu İpek Yolu Sadası programmasındaki Abdullah Ustaz başçılığındaki barlıq ustazlarga, şundaqla ekran aldıdaki barlıq tamaşabin dostlarga menden çoğunqur salam. Hay, rahmat. Rahmat. Bu Ranani biz quchqimizni cho'ng qilgan bola desakmi bo'ldi. Ashundaq qo. Birinchi naqshlardan tortib biz guvochi bo'la olamizda, shu koni qoradagi vaqtimizdan tortib naqshlarni anglab kelyapmiz. Men lekin shu qizimizni ko'migili uzun bo'ldi. Balkim uchrashammidik. Ashundaq oldimdagi yo'lni kesib o'tib ketdim balkim deb qoldim men bu. Bunun naqshisi, muj naqshisi dehshat muda qara. Jahonning hamma yerida bor. Hamma bolalar yaxshi ko'rdi bu naqshni. Rahmat. Bu bir shunda o'zgacha xosligiga bir ovozchi bu. Bu ovoz, ha, ovoz. Bolalar naqshi aytayotgan vaqtda biz yaxshi mastamiz to'qrana ro'ziniki mana. Va yoki sportchi va yoki olim deydigan naqsida. Ranar o'zi menmo shu tirikchilikning g'ami bilan yurib sizni ko'migilim uzun bo'pti. Ovozingizni bek sig'inib ekanman. Hozir his qildim shu sig'ing'inimni sizning ovozingizni. Boshqadan his qildim. Hatto shu naqshingizni anglabchi, bu naqshingizni deyilayotgan tekstni men shu sizga demoqchi bo'lgan, o'zimning sizga demoqchi bo'lgan gibidek his qilib ketdim. Haqiqatan bel chiroyli chiqqan asar. Rahmat. Shu turmush halakchiligi bilan uzun bo'lib qoldi men o ekran yuzida ko'rinmagili. Shu yaqinda men o'zimning aslimga qaytib degandek. Partiya hukumatining g'amxo'rligi shundaqla sizlarga o'xshash qo'llovchilarimiz san'atga taqozo bo'layotgan barliq do'stlarimizning taqozosi bilan mushu sahnada namoyon bo'ldim. Mushu munosabat bilan mushu havaskorlarimizning o'zining talantini namoyon qildigan mushundaq bir Ipak Yo'li sadosidek mushundaq buyuk bir sahnada sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Shundaqla mahirlarimizga yaxshi natijalarni tilash bilan birga mushu naqshamni sizlarga taqdim qilganimdan intayin xushalman. Rahmat. Sizga rahmat Ranada. Siz naqsh aytayotgan vaqtingizda men ayni vaqtdagi o'zimning kichik vaqtlarimni eslab ketdim. Mening bir beshimni cho'ng bir silg'ansiz. Balkim esingizda yo'q deyman. Ayni vaqtda men 2004-yil shu Qurbon hayitlik kechilikda vatanda baharni aytishayotganlarimiz aytimiz yamasa o vaqt mening dashoning shu 3-yillik vaqtida o'qiyotgan vaqtlarim. Men choshlarni silishni bilmayman. Darhol chosh silinglar, darhol munda qilinglar, anda qilinglar deb bir muncha talablar bor. Men u ishlarni bilmayman. Tayyorliqsizlam ketdim men oq sahnaga. Shuningla sizga mening choshlarimga birdan o'rib o'zingiz shunda chiroyli ratlik qilib qo'ygansiz. Uf, ajab yaxshi deb degan shunchalik ilib ketgandim. Mening beshimni bir shunda cho'ng bir silib etgan to'sh. Rahmat. Bunday yaxshi ishlar ajoyib jiqda bu. Ko'p, anglab turmiz. Bayam naqsh aytganda haqiqatan bek tamtirdim men. Bek uzun yo'qolib ketgan ekan bu ustozlar qaramay qolsa qanday qilaman deb bek endishda esa menlar qaragan sizlarga ko'p rahmat. Ming yillik jiroq yadimni anglab tonyalaymiz. Rahmat. Bizning shu ishlarimizni qo'llab, o'quvchilarga rag'bat berib, kelganingizdan o'zi noyati bizga bir cho'ng tasalli rag'bat bo'ldi qarang. Uning ustiga sizni bugun shu sahnada ko'rib, biz cheksiz hayajonlandik. Ham bundan keyin sizni davomli shu sahnada ko'rishni xohlaymiz. Bu jiq sizga amroq, sizni qo'llaydiganlarning inkosi. Biz vakili sifatida da'vatimiz. Sizni davomli biz o'zimizning yenida sahnalarimizda billa bo'lishni, billa ko'rishni xohlaymiz. Ko'p rahmat. Cho'qim shundoq qilishini. Rahmat. Sizga rahmat. Hərəkət həyatlıqның mənbəsi. Hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız ömürlük arzoyunuz bolsun. Güçlük sağlam bulay desiniz, ruhluq yaşırıb duray desiniz, Aylin Az Baburbadi Çiniqish mərkəziga keling. Baburbadi Çiniqish mərkəzi Çiniqish uskunlari, ko'ngillik aram elish rayoni, pokiz mo'nchi muhiti, kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklashi orqali haqiqiy chiniqish orzuyingizni amalga oshirishga yordam beradi. Haqiqiy chiniqish orzuyingiz Aylin Az Baburbadi Çiniqish mərkəzida qaror topsin.
Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Dereceli Ekologiyalik rayonda xalqaro ISO sifat o'lchami bo'yicha to'yin temperaturada pishiqlangan 5 ton xoli undir. Kimyalik qo'shilmadan xoli, bulg'angan havodan xoli, bulg'angan suvdan xoli, sifatsiz xom ashyodan xoli, ozuqliq ko'yishdan xoli Elnuri Yeşil Organik Bunları sog'lomligingiz uchundir. Elnuri. Telefonlarda izlash borda, izlash o'z tarjima qilgan kinolar. Torda birdan bir qo'yish huquqiga ega sarxil programmalar. Tunji yedi bishkoy, kelar kaydan boshlab kunligi 5 mocha. E'lonsiz, qatmay chiqadi. Izlash kinoxonasi mazmunini taqatqanligiga haq berildi juma. Qaydo yağmurchining huzurini yeganda bilasiz. Uyingizda qaydo üzülmesin. Qaydo yurishlik yağmurchilar. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamligimga madad. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüyüşteki yemekliklerimi bakan emasmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri. Yipek yolida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan motivarni tanladim. Mening tanlashim yanada motivar. Motivar kiyimlari. Adaş, her az abay güzel telefon qıptı bugün kesilen bir mimon qilay ko'rishaylik deydi. Adaş şu barliq pullarni o'ziga mablag' selib talaba kasbiy tarbiyalash maktubida o'qiyaptimi degan to'g'ri. Nadin kelgan pulga u? Ha, adaş o talabada tirishib o'qib, yangi kiyim-kechaklarni oylabdi. Maktubidan nurg'un o'qish mukofot pullari beribdi qara. Nimda paysi? Amis men kiyim tikishni o'rganmoqchi bo'lgan do'stlarimga talaba maktubini tavsiya qilib qo'yay adaş. Kep men birini tanlay unda o'zchi. Ko'zingdagi yosh deydi. İsmim Muqaddas Erkin, Güzel Artuş'tan keldim. Sanat maktabining muqam o'rindash kasbini bitirdim. Mening bu sahnaga kelishlik sababim bo'lsa, men kichikimdan tortib xalq naqshlarini, ommabop uslubdagi naqshlarni yoqtirib anglaydim, yoqtirib aytdim. Kichikimdan tortib boshlang'ichdagi vaqtlarimda, o'rta maktabdagi vaqtlarimda sanat faoliyatlariga, har xil turli faoliyatlarga qatnashish jarayonida shu naqsh aytish kasbiga alayda qiziqib qolganligim uchun mush kasbni o'qib bitirdim. Yipek Yo'l Sadasi programmasiga tanlanganligimdan intayin xush bo'ldim. Uydagilarimni anglab intayin xushal bo'ldi. Bu sahnada o'zimning ortiqchiliklarimni yaxshi joriy qildirish uchun tirishaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik qo'lolari mayirlarga omad tilaydi. Senin gözündeki yaş yığlasanla çıkıp gitmem. Ben senin gözündeki yaş yığlasanla çıkıp gitmem.
Men senin gözündeki yaş Yığılsangla çıkıp ketemem Yığılsangla çıkıp ketemem İyi. Allah'ım. Maya qaranglar billah. Kirib ketdinglarmi naqshiga? Naqshiga kirib ketdik, tugdimi? Sizga o'tirib berdim-ku men. Kirib ketgan bo'lsa, mayli, chirib ketgan gap. Xo'sh. Qani o'quvchimiz tanishib chiqayli. Yaxshimisizlar ustozlar, mening ismim Muqaddas Arkin. Muqam o'rindash kasbini bitirdim. Shundaroq. Muqam o'rinlash kasbini bitirdiingizdan bu yili? Ha, mush 6-oyda. Muborak bo'lsin. Xo'p, endi yaxshi kasbni tanlab o'qibsiz, hatto bitiribsiz, qarang. Uning o'lishibla sizga mana shunda o'zingizni namoyon qilgan bir sahna bo'pti. O'zingizning aytgan naqshlaringiz bilan, sahnadagi natijalaringiz bilan sizni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Xo'p. Bu naqsh bek chiroyli naqsh ekan. Anda sizning ovozingizmi shundoq qo'ng'iroqdek yiqimli ovoz ekan. Chiroyli ekan deb, ha? Chiroyli ekan, ha. Basqizg'im kelib ketdilar. Men taqash Aygul ustozmi bir yetaklash niyati kelib qolarmi yo? Endi to'g'risam, o'rinmidingiz ya Aygul ustoz? O'zirilib o'tirib ketdim ajib. O'zirilib, ma'lum. Bir o'rligan bo'lsa, Aygul muallimning gapini anglab baqalar. Ko'zdagi yosh qaynab ketdingizmi yo? Dana ketdi. Bek chiroyli ekan. Ovozniki, mau ovoz parchasiniki yipilishimi shunchaki yaxshi, ovozingizniki mau sharoiti shundoq yaxshi ekan. Yuqori ovozlarni shunda chiroyli oldingiz, to'van ovozlar bilan bo'lgan ulinishimi shunda yaxshi. Bir xil ovoz tuzi shunda chiroyli aytdingiz. Rahmat. Unda bu naqshni to'g'ri azroq uchirib beralamsiz? Men anglab boqmabdi ekanman yo boshqalar anglaganmi? Bu naqshning ijodiyatchilari musiqasi Orxan Rozining teksti Abdurist Mejidning musiqamni akkordlashtirib yasab qilgan Muradil Abdusalam bizning atishliq. Bilan. Temurxon Bu Rozi naqshini akamizning men inisining. 6 oy, yarim yil bo'lay deb qoldi. Bu naqshining musiqasini yangi ishiltib, andan mushu bir taqtish nimsida taqtiman mush naqshini deb ishlatgandim. Andan keyin ma musobaqa bo'lib, andan mush naqshi xil pishib. Ham o'zimni chiroyli milliychigim chirdi, andan Chirda emasmi? Atishliq emasmi? Anjo mana ash taqtay deb o'ylab ekansiz, mana eng katta so'rinda, eng muvofiq, eng yaxshi yerda taqaldi. Muborak bo'lsin. Mana ustozlik bo'lib oldingiz mush naqsh bilan. Endi qarang, shu Bayan Mavlan dedi-ku, Yipak yo'li sadosining sahnasi har qanday taratqudan yaxshi taqdim etadi naqshingizni. Siz tashviq qilib kuchapmi ketmaysiz. Mana shu tashviq qilib Savoqdoshlar, mayli oldiga qarab, ma'li hammalardan shuni kutimiz, yaxshi menglar. Mayli daraja alayli, daraja olmayli. Biz o'zimizning xuddi bugungidek, sizdek o'zimizning eng yangi asarlarimiz bilan, naqshlarimiz bilan xalqni yuz ko'rishtiramiz deydigan orzudagilar cho'qim kelgan sahna bu. Muborak bo'lsin. Endi ustozimizning gapi bilan bir xulos qilinma. Obdan, Muqaddas singlim. Bu naqshini men ko'p anglagan birinchi. Bu naqsha bayam deb o'tib ketgandek, bizning ota san'atkorimiz Temurxon Rozining inisi Orxan Rozi musiqasini ishlagan naqsha. Bu naqsha xeli obdan modulab aytilgan naqshdi. Ammo men singlimiz o'ziga xos bir xil o'zining uslubi bilan chiroyli tatliq o'rin dedi. Ammo chiqayotgan musiqaning chiqayotgan bolalarning hammasi bayamqidek tunji qitim bo'g'ashqimi jiddiylik bilan o'ziniki ovoz o'rnini sal tavirtib, ovozlarning u yoqqa qilishyapti. Siz chaqirilyapti emasmi? Ammo u cho'ng masala emas. Biz umuman nazarga ola olaymiz-da, bularning holatini. Uni biz tushunib ketamiz, chunki bizning mashda tamtirga vaqtlarimiz bo'g'ashqa
Şununla bu sınırımızda ben özümden grupsi arkalık çokum yaxşı bo'lgan asarlarni birlikte ro'yobga chiqara olamiz deb men bu sınırımızga aylandım. Xo'p, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Anda olsa sizmi yana davomli yaxshi naqshlarni ayting, ustozning yetakchiligida cho'ng natijalarga ega bo'ling. Keling. Osmoningda to'rg'uyim Mahirimiz Muqaddas Erkin, Taş Muhammed Batur Aylin Az grupsiga tanlandi. Her naqshining o'ziga tushliq mungi bo'lganidek, her naqshining puruqi o'zgacha. Naqshingiz orqali muhabbatlik qalblarning yurak tarisi chekildi. Sizga omad tilaymiz. Natijamdan ancha bekmi rozi bo'lib ketmadim. Mening o'ylaganimdek bo'lmadi. Texim yaxshi aytaman deb chiqqandim. Bas kutishgacha, sahnaga chiqqacha sal jiddiylashib aldirab qoldim. Ustozlarning taklif fikrlarimi yaxshi, baholarni berdi. Endi tunji qitim cho'ng sahnaga chiqishim bo'lganligidan o'zimning jiddiylashib qolganligimdan o'zimning aytadigan naqshamni ancha yaxshi aytib ko'nglimdagidek qilolmadim. Kelar qitim bundan yaxshi aytishga tirishaman. Yuqorida o'rinlangan ko'zingdagi yosh demadiki naqsha. Mencha Muqaddas singlimizning o'rinlashida yaxshi muvaffaqiyatli tamomlandi deb o'yladim. Singlimizning ovozini chiroyli tatli ovozga. Shuningga men mush singlimizningki mushu maharatidan cho'qim yaxshi foydalanib, texim yaxshi bo'lgan asarlarni taqdim etalaydigimizga ishonchim bo'lganligi uchun Muqaddas singlimizni o'z guruhimga tanladim. Cho'qim mush ovozi bilan, mush talanti bilan texim yaxshi asarlarni ro'yobga chiqara oladi. Ishonchim bor. Muhim faoliyatimdan bir suvatda kostyumlarimning tayini qilmoqda. To'g'ri ko'rsam, to'g'ridimi tayini yo'q. Biroq yangi kostyum olsam bo'ldi. Unda olsam shu mo'tvarli alzoqning kostyumlarini nadash badaninga yarashadi, sifatlik, bahasi muvofiq. Bir baqamdoq. Jura. Şinjan Sedef Sodicheklik Mesuliyet Şirketi bizden bu qetimki programımızın tajdorligini aldı. Bu şirketga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programımızı Şinjan Aylınaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programımız bilan Şinjan El-Nuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyot Cheklik Şirketi strategik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Cheklik Mesuliyet Şirketi programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi Tartuq yurishlik ko'nalari programmamizni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Abditali Şinjanlıqlarning mahoratga o'stisi darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan Badam Lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida ko'ra olasiz. Adashma to'rda qat'iy bir yaxshiroq menda bu tarjima filmda yo'qmi? Qiziq kelsa. Qara, va izlash kino Abditali yoki izlash Abchaqni ko'ra, kunda yangi kinolar chiqadi, uning ustiga ham so'zak, ham to'r so'rtdes. Yetib olmaydi. Voy, men tushirayapsan? Tushira. Aşağı. Ha. Sizlar tushiringlar. Emisa biz buda Kelmi diyar. Mening ismim Mevlan Azimshah, o'zim Atishdan. Şinjan San'at Şöylenininki muzika ma'rifi, naqsh kasbini bitirdim. Bu kasb bilan shug'ullanayotganim menga kam deganda bir 10 yildek bo'lib qoldi. Mush vaqtcha tirishib bel qo'yib o'tmay kelyapman, chunki o'zimning ichida bir o't bor bu kasbga. Esimni bilsam, dadam dutta ochilib naqsh aytadi ekan to'q. Shu dadamning ta'sirida, yetakchiligida naqsh kasbiga, muzika kasbiga qiziqib ishtiyoq bog'lab, ta bugunga qadar qiziqib kelyapman, bo'shashmay kelyapman. Bu qitimliq Ipak yo'l sadosida o'zim yaxshi ko'radigan nurg'un kichigimdan naqshini anglab cho'ng bo'lgan ustozlar bor ekan. Shu sababdan mening o'zimning texnik bilimimni yuqorilashtirish, shularning ustozlarning oldida bir naqshim bo'lsin aytib shulardan bir dars olib olish sifatida maqsadida bugungi Ipak yo'l sadosiga keldim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz?
Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynavatkan Şinjan Kaydo Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi mahirlerimizga amet tilaydi. Gelmedin, yar gelmedin. Ne oldu yarın gelmedi. Ne oldu yarın gelmedi. Etinin ayağı sul divanı buldu gelmedi. Etinin ayağı sul divanı buldu gelmedi. Etinin ayağı sul saat elip minmez miydi? Etinin ayağı sul saat elip minmez miydi? Yarının könlü bulsa bir kilip gitmez miydi? Yarının könlü bulsa bir kilip gitmez miydi? Yarını keptu dise yükrep çıkay başım bilen. Yarını keptu dise yükrep çıkay başım bilen. Yar yürgen kuşlar
yaşım bilen yar yürgen kuçlağa su sipey yaşım bilen. Bala hey. Başkayla örülmedi o ha? Örüldü. Yüz bastı. Ya. Yüzü bastı. Şunda mı? Başkayla yüzü bastı. Nefes kiçi anlayıp sen de taşmam. Çikitli bastı. Hek çıkıdığa yerkekçi. Sen mi buludu dikensen? Hoş. Salam, hörmətli ustazlar. İsmim Mevlan Azimşah. Özüm Atış'tan keldim. Sanat institutununki müzik marif kesbini bitirdim. Hazır hem şu nakşı müzika işler bilen şug'ullanyapman. Nakşı müzika işleri bilen şug'ullanish degan endi bir gunzvaşıdan birini qilding mı? Ha, shunda ancha ovozli elib degandek. Ajoyib. Muj naqshangni taqat qila ancha uzun bo'lmadi deyman. Bunun bir ikki yildek bo'lib qoldim. Do'st, men kechikib anglabdiman. Men bu shu oldingi qitimdagi iliqi oilda dam olgan vaqtimizda angladimda bu ukimizning naqshisini. Voy Azimshah. Sen kansanda ismi sharifangni bek anglagan. Ovoz bo'ldiki. Vallahi bo'ldiki. Sizlar pashan qilib qoldinglar mana mushkulni. Bu seni pashan qilib qoldi bular. Birdan-birdan-chu. Sal neziqaproq pashan qilib o'tirsan. Azimshah, biz 4 yil ma'lumga ega bo'ldik hozir. Sen uchun men qo'shib ketyapman-da. Rahmat. Mevlan Azimşah. Başka ustazlarni örülmey turamıke degan asli. Emis örüldü. Vicdanımızga xilaflık qilib qoldik emas. Mevlanga ketib qoldi deb o'rilmaslik bu xato ish shu. Uning qobiliyatiga biz rinka qilishimiz kerak-da, e'tirof qilishimiz kerak. Mevlanga ketib qolish mumkin deb o'rilmay bir Mevlanga qarab o'tirsak, Azimshahninki ko'ngildan men boshqalarga arzimabdimi deb qoldigan bir yeri bo'lib qoladi-da. Shunga bizga arziganligini ifodaladik. Van yuyunda ismini desem nasıl çıkıp kalam da bazıda. To'la do'stlarimiz, anlıqçılarımız aşınlar değil. Şundak bir. Neymiş xudo? İkimizin ismi o'xshaydi şu. O'xshaydi emasmi? Mev deb bassa şu. Mev deb. Men bir rus bir kublit anlab etgandan keyin andin aldırmay do aylanib qarasam sen tursa naq kapta. Mush ikki mevlanning tepishadigan bir vaqti bo'lib qolgan. Mushu bugun be şu rizq ba o'xshaydi deb şunun bilan naqshangni seni ko'rib o'ltirib oxirgi anladim. Rahmat. Qog'ini endi men seni mush yerda o'zimning guruhida kutishni xohlayman. Rahmat. Buni Mavlon Azimshahning 1-2 yil burun aytganini men bilmabdiman. Buni ustoz Abdulla Abdurimninki bizning uydagi oila suhbatlarida Dutta bilan o'rlab berganini anglab masxush bo'lgandim. To'g'ri. Gapingizni tatib oldim. Men shu naqshini ustoz Abdulla Abdurimga bir dutta chepilish, chelolish fursatiga erishib qilib, shu bir xizmat erishib qilib, Abdulla ustozningki aytganini bir anglab, andan keyin shuningdan keyin bu Abdulla ustoz bilan o ko'rish imkoniyati bo'lmay qilib, andan Sanavar Tursun ustoz aytgan yer bor ekan, qolgan nimani shu Sanavar Tursun ustozni aytganini anglab o'rgangan. Abdulla ustozimiz mushuni chiqarmoqchi bo'lib bir studiyaga topshirgan buni. Topshirgan balkim shu chaqda dutta o'rlab qolgan bo'lishingiz mumkin. Lekin ishining jiqligidan yana siz baldo chiqib qolibsiz. Lekin men Abdulla ustozningki aytganiga masxush bo'lgan. Bak mukammal, bak voyaga yetkazib, qirlarini chiqarib turib aytadi. Har bir qatim ya qarab turay. Har bir qatim anglasam, shunda
vücudum g'ujuldab ketadi-ku. Bugun biroz kechikib aylandim. Biroz kechikib aylanishimda shu vücudum g'ujuldaydigan yerlarni topolmay qoldim-da. Topolmay qolib, lekin oxirgi kelgan vaqtda nimani o'yladim bilamsiz? Mushu inimiz bilan birlikda Abdulla ustozni qo'g'lab yurib, oshini o'ginilib, bizning uyga bir lag'ma etib chiqirib. Lag'manga amroq demaysiz. Aynen. Lag'ma etib chiqirib, ustozni bir og'zini maylab, anandan keyin voy. Toza dedingda. Bir o'rgansak deb mening gruppamga kelishingizni umid qilyapman. Rahmat. Men nima deyman deb lag'malarning gap bo'lib ketdi. Yomonjiq bu bir ishlar bor aka. Ha. Yomonjiq. Bu lag'man degan oddiy tomoq bo'lgan bilan rost o'sha odamni rishti bog'laydimi? Rishti bog'laydigan. Maktabda bo'z mana bir maktabda bo'z o'quvchilik qaramay chiqishinglar bor. Birlar menga hozir ma'qul deb aytadi. Sal tutib turinglar deb. Yaxshilar bo'pti, gapimiz kelsak, enim nayt chiroyli o'rinda deyman yaxshini. Chiroyli. Endi men hozir bu vaqtning o'zida ashunaqchilarningki joy qirini akilib mushunchalik holatda o'rindamoqmi ma vaqtning o'zida. Ta'sirlash. Yomon tas. Enimiz nayt chiroyli holatda bu naqshni bizga bir taqdim etdi. Agar enimiz xalab qolsa, men gruppamga kelishini enimdan men qizg'in qarshi olaman enimniki. Endi qag'inni shu enimdan tanlashig'ini qo'ymaydi. Mevlanovkimiz ben Mevlanovkimiz ekanligini bilmabdiman, lekin anglagan vaqtimda menga bergan tuyg'uda hamda mush ovozning qurilmasini bir o'yga o'xshatsak, sizning shu o'yingiz shunda mukammal, shunda puxta silinib bo'pti. U o'yingizning ichi bezaklarga to'shib bo'pti. Lekin endi mushu aile saymanlarını ve aile üskünlerini ekirvetsekla bu öy bir pütkenlam, adamga huzur bağışlaydigan, içe kiriplam, qısa bir huzur alalaydigan öyge aylandı-çu. Hazır avazınızın şunda qurulması toluqlam mükemmel pütüp boptu. Hem turaqlı qalat kep boptu avazınız-çu. Anki bizek avazınız bir nefes bilen sozub durup puraqni bücürlergeçe apırıp şunçak yaxşı evetdan zaten bazıları men nefes alamdikin dep saqlap tursam ammay eytivetdiniz-çu sozuplam. Men sizge bolgan örümütümni, sizge bolgan qollışımni ifadelay dep muş qızıl kunumkuni bastım fikrim. Rahmat ustoz. Gap shu. Ondan bo'ldi. Mana Aygül Munayt yaxshi ta'riflarini qilyapti-da. Mavlan. Aygül deydi, "Nefes deyaka, uning pul qajlimsikin bu." Öyle jo'ngshi o'qib bo'lsa demakchi. Bize azroq hamda shu jaju oldiga shu aka. Jiq kuchab ketmayman deyotdi-ku. Jiq kuchamayli ishni hal qila oladi ekanman, demak, nayt yaxshi baho bu. Rahmat. Mevlamı, men mushu qitimliq Ipak yo'li sadosi programmasida shundaq bir ishni izchillashtirdim. O'zim naqshdan zo'qlangan, o'zim yaxshi ko'rgan Mahirga amalba burun qaror chiqarib, burunroq aylanib, shu Mahirning bir yuragi to'xtab, naqshni bir azodroq, sal ko'ngli to'qroq essin deb sen muşlarının qatarida. Rahmat. Gerçi diye yer bak. Hoş. Bunda qilaylik qara. Bu nayti bir sen hozir baxt ichida. Mening hisobatimda bir naqshchi sahnaga chiqib yoki bo'lib musobaqa qatnashib, mushta minutlarda ustozlarning e'tirof qilishiga erishsa bir baxt cho'miladi deb o'ylayman. Sen hozir baxt ichida. Baxt ichida shuni e'lon qilganki, sening agishib mangmoqchi bo'lgan ustozing Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO süpet ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpetsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu köyüşdən xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri
Ümit ishonchi bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Berkatli qadamlarimda men organmiyi ishlatilgan ochil choch so'pinini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirg'usi. Ochil choch asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organmiyi choch so'pinlari. Ozoda oliy muhit, mazalik taomlar, visol to'ylari, qutlug' astilik kunlar, eng qimmatli o'zingiz va dildoshlaringiz uchun katta didorlashish manzilgohi Aylin Az guruhi Tianshan Guli restorani. O'zingizga mos, isilligingizga xos joyda hayotning chin ma'nosini his qiling. Shu isil joy dal Aylin Az guruhi Tianshan Guli restoranidir. Aylin Az guruhi Tianshan Guli restorani. Kolaning muzga qangan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik va qanitsiz tartuq yurishlik kolalari. Va, ma bo'lgan ya. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüyüşteki yemekliklerimi bakan emasmı? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yurishlik yemeklikleri. Charchigan ko'zlaringiz mardona qadamlaringizni to'xtatib qo'yayotamdi. Ko'z asrashga sal qarayotganingizni bayqadingizmi? Ular uchun ahamiyatli bir sovg'a tayyorlash kerakligini o'ylashdingizmi? Muvaffaqiyatga ozli qolganda ko'zlaringiz bardoshlik berolmayotamdi. Dünya yulduzi ko'z asrash javri turli ko'z masalalari uchun o'zimizga sungan eng go'zal hadiya. Safarlarimiz texmi xotirjam va ravon davom etadi. Bu sabiy ko'zlar vaqtida asrilishi kerak. Shundala ular kelgusini aniq ko'ra oladi. Endi erishadigingiz cheksiz hayajon va g'alaba. Ko'z ko'ngilning ayniki. U yaxshi asralsin, uningdan ishonch balqib tursin. Dünya yulduzi önümlü ko'z asrash javhari. Madina mush ikkimiz ünlülarga paranglashgan siz doimo Uyg'ur qatlik rasmlarni avatsiz. Bu nereden tushirsiz? Odam Uyg'urcha kirgizishda undaq rasmlar ko'p. Hatto siz o'zingizmi xat kirgizib rasm yasay olasiz. Ha, ajab yaxshi. Mana tushirib turamsan. Ma'qul bo'ldi. Kang to'rdosh do'stlar, shunaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program gruppasidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'lib bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Shinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Undan boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Shinjan Aylin Az guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Shinjan Al-Nuri Yeziglik fan texnika taraqqiyotchilik sherikati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Shinjan Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat sherikati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga shirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnashgan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Sizchi bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Təfsilatığı qiziqsınız, diqqətiniz kelər həftədəki Sədəf İpək Yolu Sadası proqramımızda olsun. İpək Yolu Sadası, söygünün yok çiğrası, hoş avazlar seynası, İpək Yolu Sadası, İpək Yolu Sadası, söygünün yok çiğrası, hoş avazlar seynası, İpək Yolu Sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.
karvan varisi aman yeter dileke. İpek yolu sadası, süygünün yok civrası, hoşavazla seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, süygünün yok civrası, hoşavazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, süygünün yok cigrası. İpek yolu sadası, hoş avazlar